Buyuk hisob-kitob oldida hamma saflanib turadi. So'ngra chap tomondan dahshatli hayqiriq eshitiladi. Bu ovozdan hamma dahshatga tushadi. U jahannam edi. Do'zax bor g'azabi bilan paydo bo'lib, hamma yoqni kuydiradi. Chunki uning oldida son-sanoqsiz zulm va dahshatli gunohlar qilgan odamlar turibdi. Ular Allohni va payg'ambarlarni rad etib, mu'minlarga zulm qilgan, minglab begunohlarni o'ldirgan. Ularning yuzlari dahshatdan qotib qoladi. O'ng tomonda esa jannat o'zining barcha go'zalliklari bilan paydo bo'ladi. Allohga iymon keltirib, payg'ambarlarga quloq solganlar uni kutib turishibdi. O'z hisob-kitobingiz yo'lida dahshatli bir manzarani ko'rasiz. Dunyoda bir qo'y boshqa homilador qo'yni shoxi bilan suzib, homilasi yo'qolishiga sabab bo'lgan edi. Qiyomat kunida qasos olinishi uchun bu ikki qo'y yuzma-yuz keltirilib, mazlum qo'yga zolim qo'yning shoxi olib beriladi. Ana shu vaqtda ahamiyatsiz deb o'ylagan kichik gunohlaringiz ham keltirilishini tushunib olasiz. Zarracha yaxshilik qilgan ham uni ko'radi, zarracha yomonlik qilgan ham uni ko'radi. Hammaga amal kitobi beriladi. Jannat kishilariga uni o'ng tomonidan, jahannam kishilariga esa chap tomonidan yoki orqasidan beriladi. Kitobi o'ng tomondan berilganlar ashabul yamin, ya'ni o'ng tomon kishilari deyiladi. Kitobi chap tomondan berilganlar esa ashabul shimal, ya'ni chap tomon kishilari deyiladi.